Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday bodam guldi, yaxshini, zo'rini olaman degan obunachilarimizga zo'rlardan, dahshatlardan yetib kelgan. Bugunga 2 partiya qo'yiladi zo'rlardan. Mana shundaqa dahshatlardan yetib kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib ko'rasizlar obunachilar. Birinchi partiyamizga bodam gulidan mana jonivor. Quloqlar ham. Buni yosh oilaga necha oylik aka? 10-11 oylik atrofiga olishaveradi. 10-11 oylik atrofiga olishaverasizlar. Quloqlari ham butun ekan jonivor. Mana sifatlari mana. Bo'yini bir nechaga beramiz? Bo'yi 80 plus minus olishaveradi. 80 plus minusga olaverasizlar obunachilar mana. Qo'y klass xudo xolasa. Qo'ydi hamma zo'r obunachilar sifatiga, dumbog'oshlari, kallalari hamma zo'r obunachilar. Qo'ydi qaranglar. Uncha qo'chqorda ham bo'lmaydi bu garba. O'ta zo'ridan xolasa dumbalari ham mana. O'ta tikkadan ekan dumbalari. Sifatlari o'ta moshni mana. Qo'ydi holatini ko'ryapsizlar, xo'sh quloqlari, kallalariga e'tibor berasizlar obunachilar mana. Quloqlari o'ta shalpon quloq mana. Sifat mana. Bir tishini ham bir ochib ko'rsataylik-chi. Tishi ham yash. Yash qo'zichoq ekan hali jonivor mana. Ishga chiqqan. Buni narxini necha pulga beramiz aka? Ilyosaga oldi qochdi gapni kerak yo'q. Qisqa bo'ldi, unda video bo'ladi. 6 millionga Toshkentgacha dostavka beramiz. 6 million so'mga. Xayri ham bor, xudo xolasa. Xayri ham bor ekan. Qo'ydi qarang. 6 million so'mga bu bo'g'ozmi, qisirmi? Bizdan olganmiz Ilyosga. Qo'chqor bilan yurganda berishdi. Qo'chqor bilan yurganda berishgan. Omadlari, xudo xolasa. Jonivorni qaranglar. Qochmagan bo'lsa, o'zlari qo'chqorlar zo'r bo'lsa, qo'shib olaverasizlar obunachilar mana. Shunga ko'chirib qo'shaveradi, bolani zo'r beradi Ilyosbek. Munosabatlar. Xolos. O'zimizni vodiyga necha pulga beramiz buni? O'zimizni vodiyga bo'lsa, kelishtirib. Kelishtirib o'tib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilsa, bo'ladi, unaqa baland narx aytilmaydi. 6 million deb 6 millionga sotmaganman, shu paytda sotmayman. Telefon qilsa o'tib berasiz. Telefon qilishda xayri bor. Telefon qilsalaring xayri bor. Yo'qsa biz ikkinchi partiyalarga ketdikmi? Ikkinchi partiyamizga obunachilar qo'ydi ko'ryapsizlar. Sifatlariga gap yo'q mana. Kallalari, quloqlarini qaranglar obunachilar. Sifati o'ta zo'r ekan jonivordi. Xo'p, buni bo'yini nechaga beramiz aka? 75 plyusga olishaveradi. 75 plyusga olishaveradi mana. Oyligichi, yosh oylik. Yosh oylik 8-9 oylik atrofida. 8-9 oylik qo'ydi qarang. Yash qo'zichoq, xudo xolasa. Yash qo'zichoq ekan, dumbalarni qaranglar. O'ta ochiq dumbadan sifat. O'ta zo'r obunachilar mana. Qo'ydi ko'ryapsizlar. Hamma yo'g'i zo'r, kallalar. Bayda yo'g'idan Ilyosbek, xudo xolasa. Qo'ydi, haqiqiy zo'r edi. Tozalaridan kelgan. Xo'p, garantiyalarni necha kunga beramiz? Bir haftaga bichiga garantiya beriladi Ilyosbek. Joniga borgandan keyin 1 kunga emas, 1 soniyaga ham garantiya berilmaydi. 1 soniyaga ham garantiya. Yeb-ichiga bemalol bir hafta sinab olishaveradi. Yeb-ichiga sog'ligiga yo'talsa, yo'tal xatali yo'q aloqa. Yeb-ichmasa bemalol telefon qilishaveradi. Yedirib, ichirib, keyin ko'rib olishaveradi. Bo'ldi, buni narxini bir chiroyli qilib qo'yib bersak buni. Oltishlar. Qip-qizil ekan janob. Buni Ilyosbek 5,5 ga dostavka beramiz Toshkentgacha. 5 million 500 ming so'mga. Xayri bor. Narxini bir jicha kelishtiraylik. Bo'ldi, bitta like bilan obunani tirsaytib bosib qo'yishadi. Like'ni bosib qo'ysa. 200 ming so'rang. 50 ga ketaveradi Ilyosbek. 5 million 300 ming so'mga. Agar bo'p qarang. Vodiydanman. Like bosib obunani bosib qo'ydim. Otangga rahmat deb yozib qo'ysa 100 ming so'm o'taveraman. Yana 100 ming so'm.
5 milyon 200 bin. 5 milyon 200 bin so'm. Telefon qilsa yana hayri bormi? Telefon qilsa hayri bor yana. Yana hayri bor. Obunachilar mash qo'ydi, narxi o'ta arzon bo'ldi. 5 milyon 200 bin so'mga bor. Dastlabkilari ham ichida ekan. Mana qo'zimiz o'ta zo'r ekan jonivor. Har jonivor. Xo'p, mashik partiya qo'yib baholasizmi bugunga? Bugunga shular xudo xolasa kuzatib turibdim, yana zo'rlardan keladi. Yana zo'rlardan keladi. Like bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlar qoldirib turasizlar obunachilar. Kommentariyaga otangga rahmat deb yozib, chiroyli fikrlar qoldirib turasizlar. Sog' va salomat bo'linglar. Videolarimiz davomida xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.